Telefoningiz ekran parolini esingizdan chiqarib qo'ydingizmi? Oxirgi marta qanaqa parol qo'yganingiz esingizda yo'q, telefoningiz qulflanib qoldimi? Endi buni siz uyingizda o'tirgan holatda 5 daqiqada ochishni o'rgataman. Bir dona like, podpis va bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun eng yaqin do'stingizni jo'natib qo'ying. Bir kun kelib bu video kerak bo'lib qolishi mumkin. Demak, boshladik. Telefonni o'chiramiz. Telefonni o'chirganimizdan so'ng ovoz baland qiladigan knopkani bosamiz va yoqadigan knopkani yoqtiramiz. Telefonni yoqqandan keyin ovoz baland knopkani qo'yib yubormaymiz, ushlab turamiz va shunaqa menu chiqadi. Vibe dataga olib tushamiz past knopka bilan va o'chirish knopkasini bosamiz, pastga tushadi. Vibe data qilamiz. Yana bosamiz va confirm olib tushib, yana bitta bosamiz. Va shunaqa yozuv chiqadi. Telefon barcha narsa format bo'lib, hech bola qolmaydi va o'chirish knopkasini 2-3 marta bossak, telefon qaytadan. Demak, telefon yonadi. Telefonni zagruzkaga qo'yib qo'yamiz. Mikrofonni olib turib, qayta otamizda telefon yongandan so'ng faqat aktivatsiya qilamiz. Qanday voy mikrofon ham tushib ketaverar ekanda. Mana boshladik. Qanday aktivatsiya qilamiz. Agar shunaqa holatda siz telefoningiz Google akkauntga qulflanib qolgan bo'lsa, profilimda kanal bor. O'sha kanalda qanaqa telefonlar dechkalarimizni qo'yib aktivatsiya qilganimizdan so'ng faqatgina oldinga qarab yuramiz. Shunaqa yozuvlar chiqsa faqat dale oldinga. Va video foydali bo'ldi. Videoni like bo'lsa, do'stingiz ulashib qo'ying. Bir kun kelib kerak bo'ladi va podpiska bossangiz bundan qiziqarli videolar har oldinda juda ko'p chiqadi. Qaranglar, telefonimiz yondi, parol olindi va bu videoga mana qaranglar, kamera ekran, kameradan bitta like, podpiska sizdan. Rahmat sizlar uchun ustaysiz mehnatga rahmat.